qanaqa odam bo'lishni xohlasangiz, shuna odamlar bilan o'rtoq bo'ling-da. Agar sinfdoshlaringiz, masalan, qimor o'ynaydigan, nasha chekadigan, ichadigan bolalarni sinfdoshlar bo'lsa ham o'tirmay qo'ying. Sabab bugun bo'lmasa ertaga siz ham shu ishni qiladigan bo'lib qolasiz-da. Ahamiyat beringlarda, shuna bolalar bor, hammasi sinfdosh, hech kim ichmaydi. Nimaga ichida bitta ichadiganga 18 tasi yo'qad deydi. Lekin shuna sinfdoshlar bor, 18 tasi ichadi, bittasi ichmaydi. 18 taga "Ho'd" desam, "Ne qaraganda xo'p bo'ladi" deydi, o'zi quyib beradi. Chunki eng zo'ri nima? O'sha 18 tani kechib qo'yish kerak. Goodbye deyish kerak. Mayli to'yiga ham kelmay qo'ysin, zaksga ham chiqmay qo'ysin. Shu yoshlarda bitta fikr bor ekanda. Sinfdoshim to'yiga kelmaydi, yo'qolib ketsin. To'yiga kelmasa kelmasin. Nima o'zi to'y to'xtab qolar? Ha zaks qilmayman, bitta taksida borib zaks qilmayman deganda men ana zaks byuroga o'tib borib ro'yxatdan o'tishni aytmayapman, ko'chada aylanib yurishlaring bor, maqsad yo'q, aylanib yuraverasizlar. Qayerga ketyapsizlar, hech kim bilmaydi o'zi.